Assalomu alaykum. Men va meni ko'rib borayotgan obunachilarim, mana o'sha anjirimiz mana biz aytgan holatga kelyapti. Mana yonlaridan chiqardi, mana sekin-sekin mana yonlaridan chiqarib to'lishni boshladi mana anjirimiz. Biz endi mana shu holatda katta bo'lganda biz orasini ochishni boshlaymiz. Mana bu tarzda ochishni boshlaymiz. Mana ikki tomonga qayiramiz bunday qilib. Bu tomonda anjir bo'ladi mana shu holatda ko'ryapsizlarmi? Mana bu uxlab qolgan edi-da bu. Mana aytlar tepaga qarab yurgani mana biz uyg'otdik mana kurtlarga yotkizganimiz uchun uyg'ondi. Mana shu holatda ikki tomonga yotkizamiz. Mana shu ikki tomonda bo'ladi. Xudo xolasa biz aytganimiz darajada o'syapti. Mana chiroyli bo'lib boryapti. Mana bular ham o'sha holatda mana yonlarida mana sekin-sekin chiqaryapti kurtlarni. Bir yil shakllantirib olsak bu yil xudo xolasa bir yildan keyin zo'r bo'ladi. Bu yil ham natija kutyapman mana. Netlarda anjirlar chiqaryapti mana. Mana bunga ishlovlar berib qo'ydim, mineral o'g'itlarini berdim barchasini. Mana bu tomoni ham mana o'shunaqa holatga kelgan. Mana shunday ikki tomonda ko'chatga qilaman. Bunday qilib yotkizamiz. Buni bu tomonga yotkizib turib, har 10 santimetrda mana bu yerda ham chiqaryapti mana. Bizga shu holatlarda chiqarib bersa, mana bu mevasini qaranglar. Mana meva bor mana. Manetlardan ham chiqaradi. Bu oldingi nimada uxlab qolgan-da bu. O'sha uxlab qolganligi uchun mana endi sekin-sekin o'sha bizni istagan holatimizga kelyapti. Shu holatda biz rivojlantirib olsak, xudo xolasa anjirimizni. Keyin xudo xolasa biz ko'zlagan maqsadga yetamiz mana. Mana yerda mana yangi chiqqani bor. O'tgan yili mana shu jimjilog'imda edi, yotkizib qo'ygandim. Mana ko'ryapsizlar, mana yotkizib qo'yganda bu tez ketadi. Nimaga desangiz, 1 yilgita bu. Mana 1 yilgi nima bu? 1 yilgiligi uchun biz kurtoyga uxlamagan chiqaraveradi mana. Hammasi bexato chiqargan, ham katta. O'zi kichkina bo'lgani bilan buni tomiri baquvvatda. O'shaning uchun mana shu taydan chiqqanlarni qo'yib qo'yaveringlar. Xudo xolasa mana shular zo'r ketadi. Mendan o'sha tajriba qilib bir yil ko'rib olamiz. Erta bahorda mana shu menga o'xshatib yotkizganim kabi yotkizib ishimizni boshlayveramiz mana. Xudo xolasa ko'zlagan maqsadga qarab ketyapti. Mana shu ham uxlab qolgandi mana. Uxlab qolgandi mana. Biz hozir buni ham mana metlardan yangi chiqarib, mana metdagi yangi kurtay chiqaryapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Nishonalar beryapti. Buni ham bir yil tarbiyalab olsak, bir yildan keyin mana shu holatda ketadi mana. Mana shu holatda tez o'sadi. Erta bahorda metdan kesamiz, tezlikda chiqadi mana. Erta bahorda shakllanganlar bo'lgani uchun mana shu holatda ketaveradi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana zo'r holatda o'syapti. Yangiligi uchun nima bo'lganicha hozir biz uxlagan kurtaylar chiqaryapti turganimiz uchun ancha vaqt o'tib ketyapti bu. Bu kechga qolgan, lekin nima bo'lsa ham biz bir shakllantirib olamiz. Bir holatini shakllantirib olsak, xudo xolasa yaxshigina natijalar olamiz, zo'r bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Hali buni ko'mishlari, erta bahorda kesishlari, mana bak olishlari, bunaqa joydan bak olishlari, o'sha holatlarning barchasini men sizlarga ko'rsatib boraman. Faqat anjir haqida emas, uzum haqida, boshqa meva-chevalar haqida qo'limdan kelgancha men sizlarga bilganlarimni, o'zim tajribalarimni o'rgatib boraman. Qaranglar mana shu holatda qarang, mana shu holatda ikki tomonga eksak bunday qilib juda chiroyli nima bo'ladi. Mana shu holatda egamiz, bunday qilib chiqaramiz, egib bag'ini bu tomonga bunday qilib chiqib, buni ham o'sha qanaqa qilib nima qilishlarni men sizlarga o'rgataman. Mana chiroyli holatga kelyapti bizning anjirimiz. Qanaqangi bir go'zal holatga kelyapti. Mana qarang, mana nishonasi ham bor-da. Mana qolganlari ham xudo xolasa nishonasini ko'rsatadi mana. Bu yerda ham yotkizganmiz mana. Bu ham endi mo yonlaridan chiqaradi mana. Chiqaryapti mana. Ko'rsalaring mana kurtay. Buni ham bir shakllantirib olaman mana. Shakllantirib olsak, bir yildan keyingi shu erta bahordan zo'r bo'lib chiqib, ko'zlagan maqsaddagi mevalarimizni chiroyli qilib olamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Bizni kuzatib boringlar. Kindik degan uzumim bor, O'zbekistondagi avatarga o'xshab ichiga kirgan bo'ladi uchi. Keyin katta qizil bo'ladi. O'ta shirin o'sha kindik uzumimiz bor. U haqida ham ma'lumotlar beraman. Kuzatishda davom etinglar. Bitta video qo'ysam, orqasidan yana bitta sig'may qo'yapti. Orqasidan yana bitta video qo'yapman. Shuning uchun ikkosini ham ko'rib boringlar. Tarixga kirib